Assalomu alaykum Chorva Mix va baliqchi fermer obunachilari. Telegram gruppamizda so'rovnoma o'tkazgandik. Ilon baliq uchun hovuz tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'taylikmi deb. Bugun mana o'sha hovuzlarimizga yetib kelganmiz. Bu hovuzimiz uzunligi 15 metr, eniga 4 metr, 1 metriga suv to'ldirilgan. Bu yerga matishni ilon baliqlarimizni tashlaganmiz. Bu yerga salafan tashalmagan sababi chunki ko'chadan ariq o'tgan, doimiy suv kelib turadi. Agar doimiy suv kelib turmaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, hovuz kalatsalar salafan tashlab qo'yish kerak, chunki yer bilasizlar turpali joyda bo'ladi, suvlarni emib oladi. Agar suv kelib turmaydigan joy bo'lsa, suvsiz qolib ketib qolishi mumkin baliqlarimiz. Mana bu tomonda yangi hovuzlarimiz tayyorlanyapti. Bu yerga lichinkalar tashlanadi. Xo'p, eniga 270, uzuniga 370 qilingan. Yaqinroq olib kelsangiz, agar ko'rinayotgan bo'lsa, ikkita etapda kavlangan bu yerimiz. Birinchi etapi 35-40 cm, o'rtasiga yana o'shancha 35-40 cm kavlangan. Xo'p, buni sababi bu yerga lichinkalar tashlanadi va ona baliq matishnilar ham tashlab baqsa bo'ladi. Endi qisqacha matishni ilon baliqlarimiz ko'payish jarayoni haqida aytib o'tamiz. Aprel oyining oxirlarida bular juftlashib, mana bu qamishlarni bekorga tashlab qo'ymaganmiz. Shu qamish atroflariga tuxum tashlaydi. 2 kundan 5 kungacha ochib chiqadi lichinkalarimiz va bular matishni ilon baliq tashlagan hovuzimizga albatta dafniyadan tashlashimiz kerak. Sababi lichinkalarimiz o'sha dafniya bilan ozuqalanadi. Bularga tabiiy ozuqa bo'ladi. Masalan, ochib endi 2 kundan 5 kungacha ochib chiqsa lichinkalarimiz, endi bularni 10 kundan keyin, ochib chiqqandan keyin 10 kundan o'tib bu tomonimizga tashlashni boshlaymiz. Chunki ona baliqlarimiz lichinkalarini yeb qo'yish xavfi bor. Videoda boshida aytib o'tganmiz, katta bo'lishiga qarab turib, etap bo'lib chiqishni boshlaymiz. Ko'rib turishinglar mumkin, bu joyimizga 5 ta hovuz kavlaganmiz. Sababi birinchi hovuzimizga 1000 ta ilon baliqni lichinkasidan tashlaydigan bo'lsak, har bir hafta, 10 kun yoki 1 oyda bularni sortirovka qilib boramiz. Chunki sababi ilon baliqlarimiz hammasi bir vaqtda bir xil tempda o'smaydi. Hammasi ba'zilari katta bo'lib ketishi mumkin, ba'zilari ozgina kichikroq bo'ladi. Buni sortirovka qilishimizning sababi katta ilon baliqlarimizni kichkinalar yeb qo'ymasligi uchun. Har hafta sortirovka qilamiz, kattaroqlarini bir xil qilib, iloji boricha bir xil razmerda qilib, sortirovka qilib har bir hovuzimizga joylab boramiz. To'xtataverasiz endi.